Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar. Bugun men 7 yildan 6 yoshdan oshgan pensionerlarga taalluqli bo'lgan juda muhim masalani tushuntirib beraman. Bu mavzu bevosita nafaqat pensionerlarning o'ziga, balki ularning farzandlari, nabiralari, parvarish qilayotgan yaqinlari va pensiya yoshiga yaqinlashayotgan har bir inson uchun ham muhim. Chunki birgina noto'g'ri tushunilgan qo'yda odamni ovora qiladi, nafaqani kechiktiradi. Bank kartasini bloqlatib qo'yadi yoki keraksiz jarimaga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun vahma qilmasdan, lekin juda aniq qilib tushuntiraman. 1 yildan keyin nima o'zgaradi? Kimlar ehtiyot bo'lishi kerak? Kimlarga bu umuman tegmaydi? Qaysi holatlarda taqiq degan gap noto'g'ri tushunilmoqda va pensionerlar o'z huquqini qanday himoya qilishi kerak? Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bunday murakkab masalalarni oddiy tilda, hujjat va hayotiy misollar bilan tushuntirib boraman. Avvalo eng muhim narsani aytaman. Pensioner degani huquqsiz odam degani emas. 6 yoshdan oshgan inson ham ishlashi, bank xizmatlaridan foydalanishi, mulkini sotishi, davolanishi, safarga chiqishi, nafaqasini olishi va davlat xizmatlariga murojaat qilishi mumkin. Lekin ayrim tartiblar bor. Ular pensionerlarning hujjatlari, daromadlari, mehnat faoliyati, ijtimoiy to'lovlari yoki bank operatsiyalariga ta'sir qilishi mumkin. Odamlar orasida 1 yildan 7 yoshdan oshganlarga taqiq qo'yiladi degan gap aylanganda, ko'pchilik buni juda keng ma'noda tushunib, go'yoki pensionerlar endi ishlay olmaydi, nafaqa ola olmaydi yoki bankdan pul yecha olmaydi deb o'ylaydi. Men ekspert sifatida shuni alohida ta'kidlayman. Bunday xabarlarni har doim rasmiy manba orqali tekshirish kerak. Ilgari ko'plab jarayonlar qog'oz hujjatga, mahalla ma'lumotnomasiga, kadrlar bo'limidan olingan ish staji ma'lumotlariga yoki pensionerning o'zi olib kelgan arizaga bog'liq edi. Masalan, bir pensioner ishga kirsa, ayrim hollarda bu ma'lumot pensiya jamg'armasi bazasida darhol aks etmasdi. Yoki pensioner chet elga uzoq muddatga ketgan bo'lsa, uning yashash holati, bank kartasi orqali pensiyani kim olayotgani, ishonchnoma muddati tugagan-tugamagani kech aniqlanardi. Natijada davlat to'lovlari noto'g'ri hisoblanishi, ortiqcha pul to'lanishi yoki aksincha odam o'z vaqtida pulni ola olmay qolishi mumkin edi. Endi esa ko'plab tizimlar elektron bazalar orqali bog'lanmoqda. Soliq, bandlik, bank, pensiya FDYO, migratsiya va boshqa ma'lumotlar bir-biri bilan tezroq solishtiriladi. Shuning uchun iyuldan keyingi o'zgarishlarning mohiyati ko'pincha shundan iborat bo'ladi. Davlat pensionerning holatini aniqroq ko'radi. Hujjatlar mos kelmasa, operatsiya to'xtatilishi yoki qo'shimcha tekshiruv talab qilinishi mumkin. Mana shu joyda odamlar taqiq deb atayotgan holat aslida to'liq taqiq emas, balki tartib, tekshiruv yoki cheklov bo'lishi mumkin. Men buni oddiy misolda tushuntiraman. Tasavvur qiling, 63 yoshli otaxon pensiya oladi va bir vaqtning o'zida qorovul bo'lib ishlaydi. Agar uning ish joyi rasmiy bo'lsa, oyligi soliq tizimida ko'rinadi. Bu yomon narsa emas. Pensioner ishlashi mumkin. Lekin ayrim turdagi ijtimoiy yordamlar yoki qo'shimcha kompensatsiyalar daromadga bog'liq bo'lsa, rasmiy oylik to'lovlarga ta'sir qilishi mumkin. Otaxon meni ishlaganim uchun pensiyadan mahrum qilishyapti deb o'ylashi mumkin. Lekin aslida masala pensiyaning o'zida emas, balki qo'shimcha yordam yoki imtiyoz shartida bo'lishi mumkin. Ikkinchi misol. 67 yoshli onaxonning pensiya kartasi bor, lekin kartani doim qizi ishlatadi. Onaxon qishloqda, qizi shaharda. Agar bank xavfsizlik tizimi kartadan shubhali operatsiyalarni ko'rsa yoki pensionerning shaxsan tasdiqlashi kerak bo'lgan xizmat bo'lsa, karta vaqtincha cheklanishi mumkin. Bu ham 6 yoshdan oshganlarga pul yechish taqiqlandi degani emas. Bu bank xavfsizligi, ishonchnoma, biometrik tasdiq yoki mijozni identifikatsiya qilish talabi bo'lishi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman. Karta egasi pensioner bo'lsa, uning nomidan pul ishlatadigan farzandlar ham huquqiy tartibni bilishi shart. Uchinchi misol. O'ltan biri yoshli ayol pensiyaga chiqqan, lekin u uyida tikuvchilik qiladi, buyurtma oladi. Ba'zan plastik kartaga pul tushadi. Agar hisob raqamiga muntazam va katta summalar tushsa, bank yoki soliq organi bu pulning manbasini so'rashi mumkin. Bu pensionerga pul topish taqiqlandi degani emas. Bu daromad manbasini aniqlash tartibi. Agar faoliyat doimiy bo'lsa, o'zini o'zi band qilish, yakka tartibdagi tadbirkorlik yoki boshqa qonuniy shakl orqali rasmiylashtirish kerak bo'ladi. Aks holda odam
Men oddiy pensionerman deb o'ylaydi. Lekin tizim uning hisobiga muntazam tushayotgan pulni tadbirkorlik alomati sifatida ko'rishi mumkin menimcha. Birinchi navbatda hujjatlari tartibda bo'lmagan pensionerlar ehtiyot bo'lishi kerak. Pasport yoki ID karta muddati, yashash manzili, bank kartasi egasi, ishonchnoma telefon raqamining kim nomida ekanligi juda muhim. Chunki bugungi elektron tizimlarda bitta noto'g'ri ma'lumot ham xizmatni to'xtatib qo'yishi mumkin. Masalan, pensiya kartasiga ulangan telefon raqami nevaraning nomida bo'lsa, bankdan kelgan SMS kodini nevarasi oladi. Keyin pensionerning o'zi bankka borsa, tizimda savollar paydo bo'ladi. Bu kichik masala bo'lib ko'rinadi, lekin amalda katta ovora bo'lishi mumkin. Ikkinchi toifa. Chet elga uzoq muddatga ketgan yoki vaqtincha boshqa joyda yashayotgan pensionerlar. Agar pensioner bir necha oy boshqa davlatda bo'lsa, pensiya olish tartibi bank kartasidan foydalanish. Ishonchnoma orqali pul olish va yashash holatini tasdiqlash masalalarini oldindan bilish kerak. Ba'zi hollarda odam tirikligini, shaxsan mavjudligini yoki vakilning huquqini tasdiqlash talab qilinadi. Agar bu qilinmasa, to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Bu ham jazolash emas, balki noqonuniy olib qo'yishlarning oldini olish chorasi. Uchinchi toifa o'z nomida katta moliyaviy operatsiyalar qilayotgan pensionerlar. Masalan, 15 yoshli odam nomiga birdaniga 200 million so'm pul tushsa, keyin shu kuni boshqa hisobga o'tkazilsa, bank savol beradi. Agar bu uy sotilgan pul bo'lsa, shartnoma bor. Agar farzandlari biznes uchun uning kartasidan foydalansa, bu xavfli. Chunki karta egasi pensioner, lekin pulni boshqalar ishlatyapti. Keyin soliq, bank yoki firibgarlik bilan bog'liq savollar aynan karta egasiga keladi. Men ko'p ko'rgan holat, ota, kartangizni bering, pul o'tkazib turamiz deyishadi. Ota rozi bo'ladi. 1 yil o'tib, hisobda katta aylanma ko'rinadi. Keyin tushuntirishni ota berishga majbur bo'ladi. Agar siz 60 yoshdan oshgan bo'lsangiz, pensiyangizni o'z kartangiz orqali olayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz joyida bo'lsa, noqonuniy daromadingiz bo'lmasa, boshqa odamlar sizning kartangizdan biznes aylanmasi uchun foydalanmayotgan bo'lsa, siz ortiqcha vahima qilishingiz shart emas. Oddiy pensiya olish, dorixonadan dori xarid qilish, kommunal to'lov to'lash, oila a'zolariga pul o'tkazish, bozordan narsa olish, shifoxonaga borish kabi kundalik ishlar taqiqlanmaydi. Har qanday yangilikni endi hamma narsaga taqiq deb qabul qilish noto'g'ri. Agar siz rasmiy ishda ishlayotgan pensioner bo'lsangiz ham, avvalo ish beruvchingiz bilan mehnat shartnomangiz to'g'ri rasmiylashtirilganini tekshiring. Pensiya yoshidan keyin ishlash ko'p hollarda mumkin. Faqat ayrim lavozimlarda sog'liq, xavfsizlik, maxsus malaka yoki yosh bilan bog'liq talablar bo'lishi mumkin. Masalan, og'ir va xavfli ishlab chiqarish, transport boshqaruvi, tibbiy ko'rik talab qilinadigan ishlar bor. Bu yerda masala pensionerlikda emas, ishning xususiyatida. Agar odam sog'lig'i bo'yicha yaroqli bo'lsa va qonuniy shartlar bajarilsa, u ishlashi mumkin. Birinchi vaziyat. 62 yoshli aka pensiya oladi, lekin o'g'li uning nomiga bank kartasi ochib, internet savdo uchun ishlatadi. O'yiga kartadan 1,5 million so'm aylanadi. Aka o'zi bu pullarni ko'rmaydi ham. Bir kuni bank operatsiyani to'xtatadi va pul manbasini so'raydi. O'g'il, bu otamning kartasi nima bo'pti deydi. Mana shu eng xavfli holat. Chunki bank uchun mijoz karta egasi hisoblanadi. Agar noqonuniy savdo, shubhali pul yoki qarz masalasi chiqsa, birinchi navbatda pensioner tushuntirish beradi. Men bunday vaziyatda darhol kartani faqat egasining shaxsiy ehtiyoji uchun ishlatishni, biznesni esa alohida rasmiy hisob orqali yuritishni maslahat beraman. Ikkinchi vaziyat. 7000 yoshli onaxonning pensiyasini kelini bankomatdan yechib beradi. Bu oilaviy ishonch asosida bo'lishi mumkin. Lekin karta PIN kodi boshqa odamda yurishi xavfli. Agar pul yo'qolsa, karta orqali kredit olinib qolsa, firibgarlar SMS kodini olib qo'ysa, bank PIN kodini kimga berdingiz deb so'raydi. Shuning uchun men pensionerlarga shuni aytaman. Ishonchli farzandingiz bo'lsa ham, yirik operatsiyalarni shaxsan tasdiqlang. Telefon raqamingiz o'zingizning nomingizda bo'lsin, bank ilovasi parola boshqalarda bo'lmasin. Zarur bo'lsa, qonuniy ishonchnoma rasmiylashtiring. Uchinchi vaziyat. 64 yoshli ayol qo'shimcha ijtimoiy yordam oladi, chunki yolg'iz yashaydi va daromadi kam. Keyin nevarasi uning nomiga avtomobil rasmiylashtiradi yoki uning kartasiga muntazam pul tushira boshlaydi. Tizim buni ko'rib, daromad yoki mulk holati o'zgargan deb baholashi mumkin. Natijada qo'shimcha yordam
qayta ko'rib chiqiladi. Ayol mening pensiyamni kesishdi deb o'ylaydi, lekin aslida qo'shimcha yordam shartlari o'zgargan bo'ladi. Shuning uchun pensioner nomiga mulk, mashina, katta pul yoki biznes aylanmasi rasmiylashtirishdan oldin oqibatini o'ylash kerak. 4-vaziyat. 68 yoshli erkak Rossiyaga farzandlarinikiga ketadi va 8 oy qaytmaydi. Pensiya kartasi O'zbekistonda turmush o'rtog'ida qoladi. Bir muddat hammasi yaxshi ketadi. Keyin to'lov yoki karta bilan muammo chiqadi. Sababi bank mijozni qayta identifikatsiya qilishni so'rashi, ishonchnoma muddati tugashi yoki davlat organi qo'shimcha tasdiq talab qilishi mumkin. Bunday holatda odam safarga chiqishdan oldin bankdan xalqaro foydalanish, ishonchnoma pensiya olish tartibi va aloqa raqamlari masalasini aniqlab olish kerak. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchidan, har qanday cheklov hamma pensionerlarga bir xil qo'llanmaydi. Qoidalar yoshga, pensiya turiga, daromadga, ish holatiga, nogironlik guruhi bor yo'qligiga, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasiga, ijtimoiy yordam turiga yoki bank operatsiyasi mazmuniga qarab farq qiladi. Masalan, yoshga doir pensiya oluvchi odam bilan nogironlik pensiyasi oluvchi odamning ayrim imtiyozlari bir xil bo'lmasligi mumkin. Yolg'iz pensioner uchun belgilangan yordam bilan ishlayotgan pensionerga tegishli tartib ham boshqacha bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, taqiq ko'pincha vaqtincha to'xtatish yoki qo'shimcha tekshiruv bilan adashtiriladi. Masalan, hujjat muddati tugagan bo'lsa, xizmat rad etilmaydi, balki avval hujjatni yangilash so'raladi. Bank karta bo'yicha shubhali operatsiyani to'xtatsa, bu pulingiz musodara qilindi degani emas, balki manbani tasdiqlash kerak degani. Pensiya to'lovi bo'yicha savol tug'ilsa, bu siz pensiyadan butunlay mahrum bo'ldingiz degani emas, balki ma'lumotni aniqlashtirish kerak bo'lishi mumkin. Uchinchidan, pensionerlar ko'pincha ishonchnoma masalasiga e'tiborsiz qaraydi. Bu mening o'g'lim-ku nima farqi bor deyishadi. Huquqiy nuqtai nazardan farq katta. O'g'il, qiz, kelin yoki nevaraning sizga yaqinligi bank yoki davlat organi uchun avtomatik vakolat bermaydi. Agar ular sizning nomingizdan hujjat topshirsa, pul olsa, arza yozsa yoki mulk bo'yicha ish qilsa, vakolat hujjati kerak bo'lishi mumkin. Ishonchnoma muddati unda yozilgan vakolatlar va notarial tasdiq juda muhim. 4-dan, telefon raqami va elektron imzo masalasini oddiy deb o'ylamang. Hozir ko'plab davlat xizmatlari SMS kod, elektron raqamli imzo yoki biometrik tasdiq orqali bajariladi. Agar pensionerning nomidan elektron imzo ochilib, uni boshqa odam ishlatsa, bu juda katta xavf. Chunki elektron imzo bilan arada berish, shartnoma tuzish, ayrim xizmatlarni rasmiylashtirish mumkin. Men pensionerlarga ham, ularning farzandlariga ham aytaman. Elektron imzo pasport kabi muhim. Uni hech kimga nazoratsiz bermang. 5-dan, tibbiy va ijtimoiy xizmatlarda ham hujjat tartibi muhim. Ayrim bepul dori, sanatoriy yo'llanmasi, parvarish puli. Kompensatsiya yoki yordamlar aniq mezonlarga bog'liq. Agar sizning daromadingiz, manzilingiz, oilaviy holatingiz yoki nogironlik hujjatingiz o'zgargan bo'lsa, buni yashirish keyinchalik ortiqcha to'langan pulni qaytarish talabiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun baribir bilishmaydi degan qarash juda xavfli. Elektron bazalar kengaygani sari ko'p narsalar avtomatik ko'rinadi. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. ID karta yoki pasport muddati, yashash manzili, nikoh holati, familiya o'zgarishi, tug'ilgan sana va JSS shahar raqami to'g'ri ekanini ko'ring. Agar hujjatda xato bo'lsa, davlat xizmatlari markazi yoki tegishli organ orqali tuzating. Bitta harf xatosi ham pensiya, bank yoki tibbiy xizmatda muammo chiqarishi mumkin. Ikkinchi qadam, pensiya kartangizni tartibga keltiring. Karta o'zingizning nomingizda bo'lsin. Unga ulangan telefon raqami ham imkon qadar o'zingizning nomingizda bo'lsin. PIN kodni hammaga aytmang. Agar farzandingiz yordam berayotgan bo'lsa, pulni yechish va to'lashda sizning roziligingiz aniq bo'lsin. Katta pul o'tkazmalari bo'lsa, izoh yozing. Shartnoma yoki tilxat saqlang. Masalan, uy sotilgan bo'lsa, oldi-sotdi shartnomasini yo'qotmang. Qarzni qaytarish bo'lsa, yozma tasdiq bo'lsin. 3-qadam, agar siz ishlayotgan bo'lsangiz, ish joyingiz rasmiyligini tekshiring. Mehnat shartnomasi bormi? Oylik soliq tizimida ko'rinadimi? Pensiya jamg'armasiga ma'lumot to'g'ri ketyaptimi? Buni bilib oling. Norasmiy ishlash pensioner uchun ham xavfli. Chunki ishda jarohat olsa, mehnat huquqi himoyasi qiyinlashadi. Oylik berilmasa, isbotlash qiyin bo'ladi. Rasmiy ishlash esa ko'p holatda sizning huquqingizni kuchaytiradi.
To'rtinchi qadam, agar siz qo'shimcha yordam yoki imtiyoz olayotgan bo'lsangiz, uning shartlarini bilib oling. Bu yordam daromadga bog'liqmi? Yolg'iz yashashga bog'liqmi? Nogironlik guruhiga bog'liqmi? Mulkka bog'liqmi? Aniq so'rang. Buni mahalla ijtimoiy himoya organi, pensiya jamg'armasi yoki davlat xizmatlari markazidan aniqlash mumkin. Qo'shnim shunday dedi degan gapga tayanmang. Har bir insonning holati alohida. 5-qadam, chet elga ketmoqchi bo'lsangiz, oldindan tayyorlaning. Bank kartangiz chet elda ishlaydimi? Telefon raqamingiz roamingda SMS oladimi? Pensiya bo'yicha vakil qoldirish kerakmi? Ishonchnoma qancha muddatga beriladi? Bularni aniqlang. Ayniqsa yosh katta odam uzoq muddatga ketayotgan bo'lsa, hujjatlarni farzandlari bilan birga tekshirsin. Keyin boshqa davlatdan turib muammoni hal qilish ancha qiyin bo'ladi. 6-qadam, sizning nomingizdan boshqa odamlar biznes qilmasin. Karta, hisob raqam, elektron imzo, plastik karta, bank ilovasi, sim karta va pasport ma'lumotlarini vaqtincha ishlatib turamiz deb berish juda xavfli. Bugun yaqin odam bo'lib ko'rgan inson ertaga qarz, soliq firibgarlik yoki nizoli savdo bilan bog'liq muammo chiqarishi mumkin. Men har doim aytaman, yordam berish boshqa, o'z huquqiy xavfsizligingizni yo'qotish boshqa. 7-qadam, muammo chiqsa og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Agar pensiya to'lovi to'xtasa, bank operatsiyasi bloklansa yoki biror xizmat rad etilsa, yozma asos so'rang. Qaysi norma, qaysi sabab, qaysi hujjat yetishmayapti, aniq bilib oling. Ariza yozganda 2 nusxada yozing yoki elektron tartibda yuboring. Javob muddati va ro'yxat raqamini saqlang. Shunda siz keyin murojaat qilganingizda qo'lingizda dalil bo'ladi. Agar masala pensiya hisoblanishi, to'lov kechikishi, staj, qo'shimcha to'lov yoki pensiya turiga oid bo'lsa, birinchi navbatda pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. O'zingiz bilan ID karta yoki pasport, pensiya daftarchasi yoki tegishli ma'lumot, bank karta rekvizitlari, mehnat daftarchasi bo'lsa uning nusxasi. Ish staji bo'yicha hujjatlar va avvalgi arizalaringizni olib boring. Agar masala bank kartasi, pul yechish, karta bloklanishi yoki shubhali operatsiyaga oid bo'lsa, bank filialiga boring. O'zingiz bilan ID karta, telefon raqamingiz, pul manbasini tasdiqlovchi hujjatlar, shartnoma, tilxat yoki sotuv hujjatini olib boring. Bank xodimidan aniq savobni yozma yoki rasmiy tarzda tushuntirishni so'rang. Agar masala ijtimoiy yordam, parvarish puli, nogironlik, yolg'iz pensioner maqomi yoki mahalla orqali beriladigan yordamga oid bo'lsa, mahalla yetiligi, ijtimoiy himoya bo'limi yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Daromad, oilaviy tarkib, yashash manzili, tibbiy xulosa va boshqa zarur hujjatlar tayyor bo'lsin. Agar sizga nisbatan noto'g'ri qaror chiqarilgan deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi tashkilotga shikoyat qiling. Shikoyatda hissiyot emas, fakt yozing. Qachon murojaat qildingiz? Kim javob berdi? Qanday hujjat topshirdingiz? Nima sabab bilan rad etildi? Siz nimani so'rayapsiz? Shunda murojaatingiz ancha kuchli bo'ladi. Azizlar, 1 iyuldan 60 yoshdan oshgan pensionerlarga oid har qanday xabarni vahima bilan emas, huquqiy savod bilan qabul qilish kerak. Asosiy maqsad shuki hujjatlar tartibda bo'lsin. Bank kartangiz begona aylanma uchun ishlatilmasin. Daromad va mulk masalalari yashirilmasin, ishonchnoma va elektron imzo ehtiyot qilinsin, muammo chiqsa yozma javob talab qilinsin. Shunda hech kim sizni asossiz qo'rqita olmaydi va o'z huquqingizni himoya qila olasiz. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntirdim. Kimlar ehtiyot bo'lish kerak, kimlar xavotir olmasligi kerak, qanday xatolar pensionerlarni ovora qiladi va muammo chiqmasligi uchun nimalar qilish zarur. Endi sizdan iltimos, izohlarda yozing. Sizning hududingizda pensionerlar eng ko'p qaysi muammoga duch kelmoqda? Pensiya kechikyaptimi? Bank kartasi bilan muammo bormi? Hujjat talab qilishyaptimi yoki ijtimoiy yordam bo'yicha savol bormi? Fikringizni yozing, videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Keyingi videolarda men pensionerlar, nafaqa, imtiyozlar va davlat xizmatlari bo'yicha eng dolzarb savollarni yana ham batafsil tushuntirib beraman.